2025-yil uyga plita narxlari necha pul bo'lyapti, hamma ma'lumotlar berib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, katta bir zavodga kelganmiz. Plitadan tashqari fundament uchun bloklar ham ishlab chiqarishar ekan. Bularni ham narxlarini yoritib beramiz. Undan tashqari shlaka blok ham ishlab chiqarishadi. 2025-yil narxlari qanday va dastavka xizmatlari qayer bo'ylab bo'lyapti, hamma ma'lumotlar beramiz. Kanalga yangi bo'lsalaring bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, biz har doim mana shunaqa foydali videolar chiqarib boraveramiz. Birinchilardan ko'rishlaring mumkin. Bu zavodimizga 1 metrdan boshlab to 7 metrgacha bo'lgan plitalarda topsalaring bo'ladi. Bu videomizda обязательно plita optim, ya'ni sexlardan qidirib yurgan aka-uka opa-singillarimizga podelitsiya tugmasini bosib jo'natib qo'yamiz. Boshladik. Akalar, mana videoni boshladik. Bu yerda plita hamda fundament uchun bloklar. Mana shu videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, ya'ni ruchnoy beton quygan yaxshimi yoki da tayyor mana shunaqa blokdan fundament qilgan yaxshimi? Hozir ma'lumotlarda bir qator akamizni olamiz. Aka, 2025-yil bu fundament uchun bloklarimiz necha pul narxlari? Bu fundamentni bloklarimiz razmerlari mana bu kattasi 240. 240 ga balandligi 60, eni 40. Eni 40. Ko'rishlaring mumkin mana. Kran uchun ikkita nimalari bor. Mana shu 240 lik donasi 240 mingdan chiqadi. 240 mingdan. 3 xil razmerimiz bor. 3 xil razmer bor. 1.20, 1.20, 0.80. 0.80. Mana ko'rishlaring mumkin, bu tarafiga 0.80 ha bular. 0.80 hamda bir. Qarang, bularimiz narxi qanday? 0.80lar. 0.80larning narxi 80 ming so'mdan chiqadi. 80 mingdan. 1.20 ning narxi tak 120 ming so'mdan chiqadi. 120 ming. Kattaniki 240 ming. 240 ming. Bu endi aytilayotgan narxi bo'ladi. Agarda bizning kanaldan telefon qiladigan bo'lsa, kelishtirib. Aka, dastavka xizmatini ham sirazi ayting. Dastavka xizmati yaqin atroflarga qilib beramiz. Yaqin atrofga. Uzog'iga mashina topib beramiz. Manzilimizni aytib o'ting aka. Samarqand viloyat. Samarqand viloyat Oqdaryo tumani. Oqdaryo tumani. Boshdarxon MFY. Ya'ni Yangiobod mahallasi. Yangiobod mahallasi. Ya'ni Arinter Yangiobod mahallasi. Boshdarxon MFYda. Keyin aka, plitalarimizga keladigan bo'lsak, plitalarimiz necha metr uzunligi va eniga qancha? Mana bu plitalarimiz bizda birlik plita ham bor, eni birlik, 1.20 bor. Eni, eni birlik, 1.20. Mana bu birlik bu. Birlik bu. 1.20 ayla u yoqqa taxlangan. 1.20lar bor. Ya'ni 1 metrdan to 1.20 gacha enligi bo'ladi, to'g'rimi? Eni shu birlik va 1.20 bor. Uzunligi qanday bo'ladi aka? Uzunligi zakazga qarab, razmerga qarab qilib beramiz. 1 metrdan boshlab to 7 metr, 7 metr, 7,5 metrgacha. 7 metr, 7,5 metr. Armaturalar qanday aka bular? Armaturasi masalan 6 metrlikka, 6 metrlik armaturaga 6,20, 6 metrlikka 16 lik armaturadan 5 qator bo'ladi. 16 lik armatura. Lekin bu yuqoriroq ekan, chunki uzun emas bu. Shu uchun shuni hisoblayman. 29 bu 290 lik bu. Bunga 12 lik, 14 lik armaturadan qilinadi. Qancha uzun bo'laversa, shuncha armatura diametri ham o'zgarib ketaveradi. O'zgarib ketaveradi, ko'rishlaring mumkin. Lekin plitalarni garantiyalari zo'r. Garantiya necha yil beramiz aka bularga? Bu endi umrbodda garantiyasi. Umrbod, ko'rishlaring mumkin. Zdaniya turgancha turadi. Ya'ni plitalarga garantiya berishyapti, bexijolat, kafolatli hamda sifatli bo'lgan plitalarimizni sizlarga tavsiya qilib qolamiz aka. Aka, bu qanday hisoblanadi? 1 metriga uzunasiga hisoblanaveradi-da, to'g'rimi? Shunday. 1 metrligi necha pul? 1 metrligi aka 190-200 mingdan chiqadi 5 metrgacha. 5 metrgacha. 5 dan yuqorisi o'zi narxi boshqacha bo'ladi, chunki uni ichida mahsuloti ham ko'payadi, metali ham ko'payadi. 6 metrdan u yog'i o'zi 220, 210 chiqib ketaveradi. 210 chiqib ketaveradi. Xohlagancha ob'yom topib bera olamiz, to'g'rimi aka? Qilib beramiz. Ko'rishlaring mumkin. Ya'ni zavod bo'ladi. Aka, bularimiz kecha quyilgan, adashmasam. Bular kecha quyilgan. Ustini yopib qo'yasizlar. Qancha ustini yopiq tursa, sifati shuncha oshib ketaveradi. Xohlagancha bu yerdan zakaz qilsalaring bo'ladi. Mana akalarimiz kecha quyilgan, ya'ni usta akalarimiz tinimsiz shu yerda harakat qilishyapti.
Akalar bu yerda ya'ni ikki xil turdagi plitalar topsalang bo'ladi. Ya'ni Xitoy mahsuloti, yana troslar va stalnoy sim ko'rishingiz mumkin. Va undan tashqari ikkinchi variantimiz ya'ni armaturali bo'ladi, to'g'rimi aka? Bular Ya'ni ikki xil turdagi plitalar topsalang bo'ladi. Xohlasangiz armaturali, xohlasangiz Xitoy stalnoy simlari bo'ladi. Bunisi yevro plita, bunisi o'sha обычный o'zimizda. Unisi yevro, bunisi обычный o'zimizda местный plitalar, armaturali bo'lar ekan, zo'r. Misol puliga razlika qiladi-da, to'g'rimi? Puliga sal yevro qiladi, lekin ikkovi ham sifatli narsa. Yevroni 1 metri necha pul? Yevroni 1 metri masalan o'sha 29 dan olsak, 29 eng mayda plita deb olsak, 29 dan 5 metrgacha buni narxi 200 ming. 200 ming. Agarda u armaturalikda zakaz qiladigan bo'lsa, armaturalik 10 ming 15 ming qimmat chiqadi. 15 ming qimmat chiqadi. 15 ming qimmat chiqadi. Zo'r. Ikkita sizlarga variant bor ekan, xohlasalar yevro, xohlasalar armaturali. Bunisi trosli ekan, bunisi armaturali ekan. Pastga akalarimiz nomeri bo'ladi, Telegram, WhatsApp bor. Agarda kelaman desalaring ham lokatsiya tashlab berishadi, bexijolat kelsalaring bo'ladi. Akalarimiz, ya'ni blok hamda plitadan tashqari shlaka blok ham ishlab chiqarishar ekan, ko'rishingiz mumkin. Xohlagancha aviomda topsalaring bo'ladi. To'g'rimi aka? Aka, bu bloklarimiz necha razmeri? Bu blogimizda uzunligi 36,5, eniga 16,5. Ya'ni uzunligi 36,5, eni 16. 16,5. Zo'r. Bu yerda xohlagancha aviom topsa bo'ladi aka. Qo'yayda 10 mingta, 20 mingta desam, bitta plashatkamiz 35 ming, 40 mingta chiqadi. 40 mingta chiqadi. Zo'r. Keyin aka narxiga keladigan bo'lsak, narxlarni joyiga qarab kelishilgan hollarda qilib beramiz. Zo'r. Akalarimiz nomerlari pastga, shlaka blog uchun bexijolat telefon qilsalaring bo'ladi. Qo'yayda dastavkalarni ham mana shu pastdagi nomerlar bilan gaplashib kelishib olsalaring bo'ladi. Xohlagancha aviomni topib berishadi akalarimiz. Akajon, katta rahmat bergan ma'lumot uchun. Xudo xolasa, bu plashatkadan tashqari yana 3 ta plashatkamiz bor. Yana 3 ta. Shunaqa kattalikda 40 mingtadan to 120 mingtagacha shlaka blog ishlab chiqarishadi. Zo'r. Pastdagi nomerlarga telefon qiladigan bo'lsangiz, ma'lumotni hammasini berishadi. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa, birdan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, biz har doim mana shunaqa ishlab chiqaruvchi joylardan chiqarib boraveramiz, birinchilardan ko'rishingiz mumkin. Eng arzon plita hamda blok, shlaka blok izlab yurgan aka-ukalarimizga podrestda tugmasini bosib jo'natib qo'yamiz.